Assalomu alaykum hammaga aziz do'stlar, aziz obunachilar, charchamayapsizlarmi? Sog'omonmisizlar? Sizlar bilan har doimgidek men Hasan Himmatovman aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan 18-qismda ko'rishib turibmiz. Bugun do'stlar opamiz usta akalarga osh qilib beradilar, chunki kecha bitta xolamiz bizga murojaat qilib chiqdilar, ya'ni Qo'qondan bitta xolamiz bor ekan, o'sha Rossiyada ishlar ekan, ismlari Sheroza ekan xolamizni. 1000 rubl tashlab yuboraman Hasanjon, shu ustalarga produkt qilib olib borib bering, bir osh qilishsin, bir maza qilib ustalar osh yeyishsin dedi va produktlar olib keldik. Qo'ldan kelgancha go'sht, guruch, sabz bor ekan o'zi. Kola, Fanta da olasiz. Linur nonlar ol. Bugun usta akalar osh yeydi, xudo xolasa. Tarvuzda olasizlar. Bir salomlashib qo'ying, menga bering. Obunachilar bilan. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bizni qo'llab turganlaringiz uchun rahmat. Juda ham xursandman, to'g'risi. Hali ham hayajonim bor-ku, lekin xursandman. Bugun osh qilamiz, xudo xohlasa. Yana chiroqchini oshi. Chiroqchini oshidan o'tgan safargi osh juda ham zo'r bo'pti. Chiroqchida shunaqa qilamiz, shu birinchi pomidor to'g'rab sog'orib shunaqa qiladimi? Bir kosa pomidor soladi, piyozni ko'proq soladi. Piyoz ko'proq soladi, bir kosa pomidor soladi. Juda ham mazali ziravorlar soladi. Ba'zilar o'tgan safar videoda qo'ydikki, chiroqchini osh desak, yo'q, bizda pomidor solmaydi, biz ham chiroqchidanmiz deyishdi. Hamma joyda har xil bo'ladimi? Lekin osh juda zo'r bo'lgan ekan. Bugun ham zig'ir yog'lar bilan zo'r qilib osh qilib berasiz. Bo'lmasa ustakalarga. Ustakalarimiz yoqda ishlashyapti. Ishlar avjida ketyapti do'stlar. Opamiz hozir oshni boshlaydilar. Bugun keyin shu devor uchun harakatlarni boshlaymiz. Bugun 500 ta shraka blok tushirib qo'yamiz do'stlar. Keyin ertandan yana 500 ta tushiramiz. Shunaqa qilib o'sha kerakli materiallarni sekin olaversak, xudo xolasa keyingi ishlarimiz yana ham osonlashib, tezlashib ketaveradi. Bugun usta akalar nariga opamiz o'tiradigan xonasini bugun bitkazsa kerak. O'zi ayvonga chiqishadi, koridorga. Ertaga menimcha mehmonxonangizga o'tishsa kerak. Bo'lmasa oshni boshlayvering. Bu yoqqa do'stlar layklarni bosib kuzatishda davom etasizlar. Keyin o'sha 1000 rubl pul tashlab yuborgan xolamizni ham duo qilib qo'yasizlar. Usta akalarga deb, shular uchun deb produktlar uchun 1000 rubl tashlab yuboribdilar. Alloh rozi bo'lsin. Videolarimiz davom etadi. Dilim tel
Sersanım, sersanım. Yetolmayman, imkonim yo'q, yo'llar uzun bo'ldi qisqa. Muhabbatsiz o'lganim yo'q, janonim, janonim. Janonim, janonim. Sevdim desam kulgandinga, sezdirmayin kuygandinga. Meni yomon suygandinga, sarsonim, sarsonim. Sarsonim. Oshimiz tayyor bo'ldi va nihoyat do'stlar. Opamiz oshni qilib bo'ldilar, hozir ustalarga olib ketilyapti. Endi bu chiroqchini oshiga baho beramiz. Ko'rinishdan juda ham ajoyib ekan. Allah'ım Xudoyimni bir sevikli bandasi. Ayol ko'ngli pokiza, vafodordir u biza. Sizlar borsiz bu dunyo, go'zal ko'rinar go'zal. Ayol ko'ngli pokiza, vafodordir u biza. Sizlar bilan bu dunyo go'yoki bir mo'jiza. Adab ikromli o'zi, baldan shirin har so'zi. Adab ikromli o'zi, baldan shirin har so'zi. Azar bermang ko'nglini, gulib dursun gul yuzi. Azar bermang ko'nglini, gulib dursun gul yuzi. Ayol ko'ngli pokiza, vafodordir u biza. Sizlar borsiz bu dunyo, go'zal ko'rinar go'zal. Ayol ko'ngli pokiza, vafodordir u biza. Sizlar bilan bu dunyo go'yoki bir mo'jiza. Jannat ayog'ingizning ostidadir bilsangiz, baxtimizni hamisha sog' salomat yursangiz. Jannat ayog'ingizning ostidadir bilsangiz, baxtimizni hamisha sog' salomat yursangiz. Siz jilmayib kulsangiz, yurakka bo'lar darmon. Ro'zim bekmi ko'nglinda qolmaydi sira armon. Bir jilmayib kulsangiz, yurakka bo'lar darmon. Quvondiqni ko'nglinda qolmaydi sira armon. Ayol ko'ngli pokiza, vafodordir u biza. Sizlar borsiz bu dunyo, go'zal ko'rinar go'zal. Ayol ko'ngli pokiza, vafodordir u biza. Sizlar bilan bu dunyo go'yoki bir mo'jiza. Sizlar bilan bu dunyo go'yoki bir mo'jiza. Tilagim boshida duo qilurman. Ilohim hech ayol yolg'iz qolmasin.
Ayol ona ayolni mutabar bilurman. Ilohim hech ayol yolg'iz qolmasin. Tilagim boshida duo qilurman. Ilohim hech ayol yolg'iz qolmasin. Ayol ona ayolni mutabar bilurman. Ilohim hech ayol yolg'iz qolmasin. Suyanmakka yo'qdir dard toshi tog'i, g'amlar kelaver. Alinur qo'shnini uyiga hasharga o'tibdi. Bu yoqda qo'shni ham yangi uy quryapti, g'isht quyyaptimi deyman, o'shanga yordamlashyapti, gap yo'q. Alinur hasharda. O'zini uyida boshqa ustalar ishlayapti. Aziz do'stlar, va nihoyat shlaka bloklarimiz keldi. Shlaka blokni yaxshisidan oldik. 2800 so'mdan oldik. Bugun 500 ta tushirdik. 1.400.000 olib kelishi, tushirib berishi 200.000, 1.600.000 so'mga tushdi 500 ta. Endi 500 ta qilib tushirib boraverishimiz kerak. Hovlini o'rashimiz kerak. Hovli devorga taxminimiz bo'yicha 1.5 ta shlaka blok ketadi. 1.5 ming ta shlaka blok ketsa, shunday o'raymiz, to'rt burchak qilib, mana shu yerdan darvoza 3 metr darvozaga joy qoldiramiz. Qolgan joyni chiroyli qilib o'raymiz. Yo bo'lmasa, darvozani u tomondan qo'yamizda, hojatxonani mana shu burchakdan qilib yuboramiz. Shu burchakdan qilib yuboramiz. Hovuzni ham keyin ko'ramiz. Hovli devor o'ralsa, keyin shu joylar aniq bo'ladi. Shunga qarab harakat qilaveramiz. Endi hovuzga qarab harakat ham qilaverishimiz kerak. Shlaka blok 500 ta tushdi. Yana bir 1000 tacha shlaka blok olishimiz kerak. Qo'llab-quvvatlab turasizlar do'stlar. Moddiy tomonlama kimdir misol uchun 10 ming tashlasa 4 ta shlaka blok berar ekan. Kimdir 20 ming tashlasa 8 ta shlaka blok berar. Kimdir nechtaga qurbi yetsa, qo'ldan kelgancha qo'llab-quvvatlab turinglar. Rossiyadagilar uchun VTP bank karta ham qo'yilgan. Telefon nomeriga ulangan. O'shanga bemalol yordam qilib tursanglar bo'ladi aziz do'stlar. Qo'llab-quvvatlab turasizlar. Bu yoqda nima ishlar bo'lyapti? Ustakalarimiz gaziga bosib ishlarni davom ettirishyapti. Narigi xona bo'ldimi ekan oxirigacha? Assalomu alaykum. Hormaysizlar. Charchyapsizlarmi? Bo'pti-ku o'zi bu xona. Jilkaga qilib qo'yib tayyor bo'lib qopti o'zi bu xona. Kechgacha tugaydi-a? Kechgacha xudo xolasa mana shu xonamiz, opamiz o'tiradigan xonasi tayyor bo'ladi. Atkoslar qolar ekan-da faqat. Atkoslar oxirida olinadi. Oxirida olasizmi usta bobo? Oxirida olinsa xona tayyor o'zi do'stlar. Keyin bu yoqqa o'tiladi ertadan, ha? Ertaga o'z bir kunda bo'lsa kerak bu yoq, ha? Kichkina joy, ha. Katta bu yoq bo'lsa ham indindan bu mehmonxona tomonga o'tiladi do'stlar. Yon tomon terish uchun g'ishtlar tushirilgan. Ishlarimiz bor. Aytgancha osh zo'r bo'pti. Maza qilib yedik. Qanday bo'pti osh? Zo'r bo'ptimi? Chiroqchini oshi. Oshga alohida baho berish kerak. Juda ham shirin bo'pti oshimiz. Xullas do'stlar, bugungi videomiz shunaqa bo'ldi. Qo'llab-quvvatlab turasizlar, maksimal darajada videoga layklarni bosinglar va kommentariyada fikrlarni yozib qoldiringlar. Xudo xolasa fikrlashib sizlar bilan uyda qurilishini davom ettirib ketaveramiz. Bugungi qism shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. Opamiz u yoqdan usta akalarga choy olib kelyapti. Choy bilan ta'minlab turishibdi, chunki choy sovuq suv bo'lsa mazani qochiradi deydi. Shuning uchun terlaganda choy ichsa yaxshi deydi. Opa, bir kunda necha marta choy olib kelasiz?
10 marta olib kelasizmi? Oshingizni maqtashyapti ustalar ham. Juda zo'r bo'libdi deb. Lekin haqiqatan bu safargisi juda ham zo'r bo'libdi. Mehr bilan qilibsiz-da. Rahmat osh qilsin. O'z bu xonangiz bo'lyapti, o'tiradigan xonangiz. Bugun tugaydi ekan. Bugun xursandman, bugun tugarkan. Ko'rib chiqdim bayam kelib. Choy tegib qolmadimmi? Tekshirib ketyapman. Qarang, ertalab ish boshlamasdan oldin ham bir kelasiz, ha? Kelib ko'rib ketasiz. Ishlar tugab, ustalar ketgandan keyin ham kechga ham bir kelasiz, ha? Kechgan bo'lib yurmayman. Har kuni shu juda ko'p qatnaysiz-da. Uy bityapti, opamiz xursandchilikdan ham har shu yarim soatda kelib uyni ko'rib tomosha qilib maza qilib ketsangiz kerak-da. Tomosha qilib zavqlanib ketaman. Ko'pchilik yozishyapti, o'zimiz tanishlar ham oldin bir ikkita qismlarni boshida videolarni ko'rishgan, endi ko'rishyapti-da, yo tavba, 10 kunda shunchalik uy o'zgarib ketdimi? Juda chiroyli bo'libdi-ku deb hayron qolishyapti-da. Shapkachalarini qarang buni deb. Shapkachalari bilan juda chiroyli chiqqan uy, haqiqatdan. Hamma havas qiladigan chiroyli jannat uyi qurilyapti aziz do'stlar. Shu uyga o'z hissasini qo'shmoqchi bo'lganlar uchun karta raqamlar qo'yilgan, bemalol yordam qilib tursanglar bo'ladi. Xudo xolasa, yana 1000 ta shlaka blok olishimiz kerak. Keyin bu usta akalar tezlashtirib bitkazsa, shu akalarning o'zi shlaka blok terib tashlashadi, fundament qo'yib. Agar akalarimiz ishi ko'payadigan bo'lsa, boshqa ustalar gaplashib, tezlashtirib devorga boshqa usta gaplashib yuboramiz. Xullas shunaqa gaplar do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan keyingi videolarda xudo xolasa ko'rishamiz. Hammaga rahmat.